Mamlakatimizda neft-gaz sohasida keng ko'lamli investitsiya loyihalari va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilyapti. Ana shu jarayonlar doirasida O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyatida 2026-yilning birinchi choragi yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda Dolzarb 100 kunlik dasturi doirasida erishilgan natijalar haqida ma'lumot berildi. Anjuman doirasida Dolzarb 100 kunlik dasturi asosida amalga oshirilayotgan ishlar, jumladan moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, qurilish va burg'lash loyihalarini optimallashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda qazib chiqarish hajmlarini kengaytirish bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. O'zbek neft-gaz tizimi yetakchi driver sifatida namoyon bo'lib, yil boshida belgilab olingan dastur doirasida geologiya qidiruv ishlarida tortib tayyor mahsulot ishlab chiqarguncha moliyaviy barqarorlikdan tortib iqtisodiy samaradorlikkacha bo'lgan barcha bosqichlar sezilarli natijalar qayd etilmoqda. Xususan oladigan bo'lsak, avvalo qazib chiqarish va qayta ishlash hajmlarini ortish natijasida sanoat mahsulotlari qiymati 11,6 trillion so'mga yetdi. Bu o'tgan yilgi rejaga nisbatan 106% tashkil etadi. Eksport qiymati 162 million dollarni tashkil qildi. Bu rejaga nisbatan 130% tashkil etadi. Qayd etilishicha, joriy yilning birinchi choragida O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati bir qator ijobiy natijalarga erishgan. Xususan, xarajatlarni optimallashtirish hisobiga sezilarli mablag'lar iqtisod qilingan. Ishlab chiqarish ko'rsatkichlari barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etgan. Anjuman davomida jurnalistlar tomonidan ayrim yo'nalishlarda uchrayotgan kamchiliklar, ishlab chiqarish jarayonlaridagi muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan choralar yuzasidan savollar o'rtaga tashlandi. Amalga oshirilgan dasturlar qayta ko'rib chiqildi. Tahlillar natijasida kamchiliklar aniqlab olinib, o'sha aniqlangan kamchiliklar bo'yicha o'zimizga dastur qo'yganmiz. Bu nafaqat ishlab chiqarish yoki xaridlar yoki investitsiya, hammasi yo'nalish bo'yicha qayta tahlil qilib chiqildi. Bu masalan investitsiya faoliyati bo'yicha ham loyihalarda har qanday besamara yoki faqat loyiha qilish uchun loyiha emas, ya'ni rostdan ham samara beradigan loyihalarni ko'rish uchun alohida bizada investitsion ishchi guruh ishlab chiqildi. Har bitta loyiha bizning investitsiya paketiga kiritish uchun yuqori malakali mutaxassislar, chet ellik mutaxassislar har bitta loyihani samaradorligini aniqlab, bu iqtisodiy manfaat keltirsagina uni amalga oshirish bo'yicha va investitsiya dasturiga kiritish bo'yicha qaror qabul qiladi. Umuman olganda 2026-yilning birinchi choragida O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati faoliyatida ishlab chiqarish jarayonlarini davom ettirish va mavjud yo'nalishlarni optimallashtirish e'tibor qaratilgan. Anjuman so'ngida keyingi bosqichda rejalashtirilgan vazifalarni davom ettirilishi ta'kidlandi. Saidjon Abduqodirov, Shohruh Toshnazarov, Yoshlar.